وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asosiy mavzuga o'tamiz. Shuni gapirsak, majlisda tinch ovqatlanishlik, gaplashishlik, dunyoviy so'rashishlik va hammasi. Muhit degan narsa bor. Islom dinida ham muhit yaxshi qaraladi. Ya'ni har qanday holatda odamni farishtalik jihatlari bor va hayvoniy jihatlari bor. Farishtalik jihatlar ilm olishlik, zikr qilishlik, o'shaqa ishlarni farishtalik jihatlari. Anaqa jihatlari, hayvoniy jihatlari ovqat yeyishlik, uxlashlik, boshqalar. Bir-biriga aralashsa odam bir-biriga aralashtirib olsa, shu ikkita muhitda odam anaqa farishtalik jihatlarga putur yetadi. Misol uchun ovqatlangan joyingizda dastingiz kelmay qoladi. Ovqatni topib beraveradi. Uxlaydigan joyingizda ko'rpangiz ustida dastingiz qila olmaysiz. Degan bo'lsangiz. Masjidda xuddi shunday, masjidda Allohning zikri uchun va tasbih namozlari uchun faqatgina o'sha ovqat yeyishlik, suv ichishlik hayvoniy jihatga bo'lgani uchun masjidga bog'lanib qolsa, masjidda o'sha xushuni topishingiz qiyin bo'ladi. O'shanga ustunlik nima degan? Shunaqa iftorliklarda Ramazon oyida yoki e'tikofda o'tirsa, e'tikof niyati bilan kirsa, bu narsa joiz bo'ladi. E'tikof niyati kirishi kerak. Misol uchun shunaqa qilamiz, suv ichishingizga kelsa, tashqariga chiqishingiz kerak, boshqatdan kirsangiz bo'ladi. Imom Muhammadning qavliga binoan masjidda bir lahzaga bo'lsa ham e'tikof o'tirishlik mumkin. Shuning uchun agar ovqat yemoqchi bo'lsangiz yoki uxlamoqchi bo'lsangiz, e'tikof niyatida kirish kerak. Masjidga kelganingizda, eshik oldida o'ng oyoq bilan kelganingizda e'tikof niyat qilib olsangiz, makruhlikdan qutulasiz. Makruh bo'lmaydi shunga. Oddiy holda makruh bo'ladi. Shunga masjidda ovqat yeyishlik, uxlashlik va boshqa narsalar oddiy holda makruh bo'ladi. Agar e'tikof niyat qilib kelsangiz, unda makruh bo'lmaydi. Chunki e'tikof o'tirishlik bilamiz, shariatda joiz. Xo'p, keyingi masala. Yavash-yavash. Birinchi savol. Juda ham birinchi o'qiganimda juda ham ta'sirlanganman. Nimaga? Chunki anaqa o'xshagan. Odatdan tashqari o'xshagan. Bilamiz, barcha suralar, barcha oyatlar, ya'ni birin-ketin nozil bo'lgan 23 yil davomida bo'lib nozil bo'lgan. Ammo bitta sura to'liq tushgan, bo'linmas. Yusuf surasi faqat Yusuf alayhissalomga tushgan, boshqa sura. Ya bittada tushgan, uzilmasdan taslim bo'lganligi chiqadi. Hop, undan tashqari. Yana boshqa bormi? Joda namoz. Kafsa surasi nasib bo'ldi. Yo'q, katta sura. Katta sura. To'liq katta sura tushirilgan. To'liq tushgan, bo'linmasdan bittada tushgan. Tavbachi. Yo'q, tavbasi bo'linib tushgan. Bundan keyin bo'layotganda bo'linib tushgan. Hamza topdi. Boyda ekan. Yo'q, qarang, o'zi qaranglar, oson edi bas. O'tgan kecha qaysi surani gaplashdik? Boyda. Undan keyin qaysi sura? Undan keyin qaysi sura? Oydan keyin. Ana deydi, oson. Anom surasi. Eshitamiz? 160 shu 169 yo 167 ta oyat to'lig'i bitta nozil bo'lgan Makkada. O'sha aytiladiki, shu ham ot ham Rasululloh tunda nozil bo'lgan. Birdaniga xuddi Jabroil alayhissalom 70 mingta farishtalardan aytadi, kortejda xuddi bo'linib bitta nozil bo'lgan. Juda ham anaqa katta voqea bo'lgan. Ya'ni birdaniga nozil bo'lgan. Anom surasi makkiy oyat, makkiy sura va har xil o'sha makkiy tavhid haqida qissalar bor. Keyingi savol. Ushbu surada qissa keladi. Ibrohim alayhissalom qissasi. Bilamiz, ko'p keladi, har xil joylarda har xil qissalar keladi. Shu surada qaysi qissa keladi Ibrohim alayhissalom? Ibrohim alayhissalomni otasi bilan ozardan otalari bilan otalarini jahannamdan qutqarishliklarida jahannamdan Alloh taolada o'sha shafaat so'ralganda o'shanda shafaat berilmaganligi ana shu joyi bo'lib oy bilan quyosh haqidagi endi nima qilasiz? O'zbekcha so'ramoqchi lekin o'sha ham qarang. Birinchi boshlangan ozar ismi ham keladi. Keyin oy bilan quyosh haqidagi keladi. Nima qilamiz endi? Kimga beramiz? Yo'q, ikkalasi ham bor edi. Men o'zi oy bilan quyosh bermoqchi edim, lekin sura boshlashda siz aytganingiz bor. Ozar Itqol Ibrohimu li abihi ozar deb keladi.
Otasi gapirdi, undan keyingi oyda boshlanadi. O'sha oyni o'qish qilgan. Qo'lma qo'l bering. Nimaga? Odob bo'ladi, odob bo'ladi. Bir-birimizga nisbatan takalluf, hurmat bo'ladi. Ya, odob bo'lyapti-da. O'rta o'tiraymi? Ularga o'tirishga Xodim borib beradi. Ha, hamda eshitdim. Bani desa yo'q. Program sektori. Stories programı İslam'da. Teknik oxirgisi büyük. Osonlar lekin undan olinadigan hikmat o'ta buyuk oxirgisida. Mo'in surasida oxirgi bo'lib Mo'in surasidagi oxirgi qissa. Qissa, ya'ni oyat qissa nima? O'ta buyuk qissasi nasıl? Dasturxon so'ragan. Boyda siz asha ismi tushiradi. Yo'q. Bo'lmasa. Bilsangiz kerak deb o'ylayman. Mashhur javobchi nimasi ekan shu? Iso alayhissalom haqida to'g'ri, lekin mo'yin emas. O'ylaylar. Alloh qaytang davom eting. Qiyomat Iso alayhissalom ularning qavmi bilan bog'liq bo'lib, qiyomat kuni Iso alayhissalomning Alloh oldida qilgan bo'ladi. Shunaqa. To'xtaysiz. Hozir tushuntirib yo'q sizlar. Hozir beramiz, hozir. Aytadaman. Sen xudo deganmiding? Ha, o'sha. Hozir o'ting. Kitob biz. Mana foydalanib olsam bo'lmaydi. Nimaga bu qissa? Birodar eslab qolamiz. Endi asosiy qissasi. Maqsadimiz nima? Qarang. Mo'in surasi haqida Mo'in Alloh aytadiki, ya ayyuhal amanu awfu bi uqudi deydi. Ahdaringizga vafo qilinglar deydi. Alloh taolo butun Mo'in surasi boshlanishi faqatgina bizga taqvo qilishni o'rgatadi. Ahdaringizga turing, gapingizga javob bering, va'da bersangiz bajaring, kofirlar oldida ham. Va aytadiki, Alloh taolo sizlar ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shar'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqulloh deydi. Ya'ni ey iymon keltirganlar, guvoh bo'lganingizda, odamlar orasida guvoh bo'lganingizda adolat qiling degan. Bir qavmni yomon ko'rsangiz, unga bo'lgan adovatingiz unga nisbatan zulm qilishga olib bormasin deydi. Alloh taolo. Surani boshida. Suraning oxirgi qissasida Alloh taolo nima deyapti? Ey Iso, sen onalarga aytdingmi? Allohni qo'yib, Alloh bilan birgalikda meni va onamni iloh qilinglar deb sen aytdingmi deyapti. Alloh taolo aytayapti. E'tibor beramiz. Alloh taolo kimni yomon ko'radi? Vana doni, nasroniylar. Ular Alloh taoloni ular zalolatda, vana doni. Ammo qiyomat kuni ular aytadiki, "Yo'q, bizga Iso shuni o'rgatgan" deydi. Alloh taolo surani bosib bizga nima o'rgatgan? Adolat bo'l deyapti. Alloh o'zi adolat qilyapti. Aytadiki, "Yo'q, sizlar adashgansiz" deyapti Alloh taolo. Ey Iso, sen shu haqda dedingmi deyapti. Ikkita tarif eshitdi Alloh taolo. Shunday Alloh taolo bizga surani boshida adolat qilishni o'rgatdimi? Suraning oxirida o'zi ko'rsatyapti qanday adolat qilish kerak deydi. Ya'ni qiyomat kunida Alloh taolo aytadiki, "Ey nasroniylar, ularni Alloh yomon ko'radi, zalolatda to'g'rimi? U shunaqa bo'lsa ham Alloh, shunaqa bo'lsa ular gapini eshityapti. Ey shunaqa deymi? Ha, shunaqa deymi? Qani Iso? Ha, sen ey Iso shunaqa deymi deyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni surani boshida bizga Alloh taolo taqvoga yurib turib, surani oxirida o'zi ko'rsatib beryapti. Qiyomat kuni qanaqa adolat qilishni kerak. Tushunyapsizmi? Birodarim, qarayamiz, qani yuribmiz, qaraysiz. Ey birodarim, Alloh taolo aytdi. Bir qavmni yomon ko'rishingiz ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى deyapti. Qaringizni yomon ko'rasizmi? Ha, adolat qilishga sizga ulur bo'lmasin, sababchi bo'lmasin, yomon ko'rsangiz ham deydi. Kofir bo'lsa ham deyapti. Alloh taolo Iso alayhissalomga qarshi hujjatga, Iso alayhissalomga qarshi chiqqanlarga gapirishga so'z beryapti. Eshityapti. Iso olib kelyapti. Ey Iso, shunaqa deyapsan. Adolatli bo'lish uchun, birodar. O'shani so'ragashimiz kerak Allohdan boshqa. Hozir internetda har xil xabar tarqasa, birdaniga ishon olamiz, shunaqa deb. To'xta, ikkinchi safar eshitib ko'r. Nima deydi u? Alloh eshitib ko'ryapti. Wala dolinlarga qarshi Iso alayhissalom deb odam bolasiga kelgan Iso alayhissalom ular wala dolin. Ya'ni shu darajada Alloh taolo adolat qilishini ko'rsatib beryapti Mo'ida surasida. Qarang nima o'qish. Ya'ni o'ta buyuk oyatlar bu oyatlar. O'qib qayta o'qib o'rganishingizga harakat qilishingizga.
Koreysdan so'kayotganimizda esingiz tushsa, bir qavmni yomon ko'rishing, ularga nisbatan adolatsiz bo'lib qolmasin. Ishga olib chiqayotganda, pul so'rayotganda, texnika olib chiqayotganda, ya'ni adolatli ishni oling, do'stingiz bo'lsa ham yoki koreysingiz yoniga bo'lsa ham adolat qiling. Koreys sizga yoqmasa ham adolat qilishni o'rganishingiz kerak. Pulli muomalada, ahd vafo qilayotganda, bitim tuzayotganda, kontrakt imzolayotganda, har qanday holatda, tushunarli? Qonunlarga itoat qilish kerak. Alloh taolo bizga ko'rsatib berdi o'zining amali bilan. Iso, sen juda oddiy deyman deyapti. Kim bor Allohga gapni o'tkazadigan? Allohu, to'g'rimi? Men o'zim bilaman desa bo'ladi, to'g'rimi? O'cha kim dozaladi desa bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, nima deyapti? Iso qana deyapti. Iso shunday deymi o'zdan deyapti. O'ta buyuk, birodar. O'ta buyuk. Yani tasavvur ko'paying. Shuni unutmasimiz kerak, birodarlar, adolat qilishni o'rganishimiz kerak. Koreyada yuribmiz, Koreyga nisbatan ham hech qachon buni unutmaylik. Subhanallohi va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana robbika rabbil izzati amma yasifun. Va salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. O'zingizga o'rniga bilganlarimizni amal qilishni o'zimizga oson qiling. Alloh o'zimizdan adolatlilardan qiling. Alloh yo'qlik berayotganda bir tomonga uzilib qo'yishdan Alloh o'zingizlarni saqlagin. O'zingizlarga adolatni o'rgatgan Allohim va ahdlarga vafo qiluvchilarni taolo qilgin. Va bir qanday yomon ko'rsak ham unga bo'lgan adolatimiz ularga nisbatan adolat qilishlikdan, to'sishlikdan Allohim o'zingizlarni saqlagin. Kalomingni yod olib uni hayotimizga tatbiq qilishligingizni o'zingizlarga oson qiling. Va xiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ta'ala alayhi va alihi Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in.